Ko'pchilik tadbirkorlar marketingda eng ko'p nima xato qilishadi bilasizlarmi? Keling sizlarga tushuntirib beraman. Ko'pchilik tadbirkorlar xizmat ko'rsatishda yoki mahsulot sotishda o'zini ko'zi bilan qaraydi. O'ziga moslagan holatda o'sha joyni to'g'rilaydi. O'ziga kerakli bo'lgan, deylik, mahsulot, o'ziga yoqqan mahsulotni olib ketib sotmoqchi bo'ladi. Xo'p, do'stlar, siz birinchi o'rinda mijozingizni yaxshilab tanib oling. Ya'ni mijozingizni og'rig'i, unga kerakli bo'lgan mahsulot, unga kerakli bo'lgan upakovkani to'g'ri topish kerak. Shundan keyin o'sha mahsulotni olib keling. Ya'ni siz deylik viloyatda yoki deylik o'sha shahar markazida savdo qilasiz. Sizni mijozingizni deylik og'rig'i aynan arzonroq mahsulotlarni olish. Unga chegirmali mahsulotlarni olish bo'ladigan bo'lsa, siz unga premium mahsulotlarni taklif qilishingiz, sifati yaxshi bo'lgan mahsulotlarni qimmat narxda taklif qilishingiz unga yechim bo'la olmaydi. Shuning natijasida sizni biznesingizga o'xshamaslik holatlari, pul taqchilligi, xodimlar tashlab ketish kabi oqibatlar, kabi sabablar bo'ladi. Shunaqa paytda birinchi o'rinda siz qiladigan ishingiz mijozingizni yaxshilab o'rganing. Mijozingizga nima kerak bo'lsa, aynan siz ishlayotgan, siz faoliyat ko'rsatayotgan hududda o'sha mahsulotni, o'sha xizmatni ko'rsating, shunda o'zgarish boshlanadi.